Sunnatulla Poyonov yanada ortga to'pni qaytardi. Jarima maydonchasi ichiga uzatma, bo'shliq bor, bo'sh qoldirish xorazmliklar zarba yo'llash imkoniyati ham mavjud edi. Shuhrat Muhammadiyev o'tishga harakat qildi. Shuhrat Muhammadiyev Akobir Xo'ja Shukurullayev ish olib bormoqda. Qo'l notabiiy turgandek edi. Mana shu takroriy vaziyatda aniqroq ko'rinadi chamamda. Mana aldab o'tishga harakat qildi va qo'l harakatga keldi ham. Umidjon Ergashev shoshmaslikka chaqirib turtib, mana qo'l ko'tarildi-da baribir. Qo'lning notabiiy turganligi penalti ishlab olyapti. Hakam hozircha 11 metrlik nuqtaga ishora qilmoqda va Abrayevning zarbasi. Hisob ochildi 7-daqiqada. Biroz o'sha zarba xato ketgandek ko'ringan edi ham Quvonchbek Abrayevning, lekin baribir to'sin orqali to'p darvoza to'ridan joy oldi. O'zi ham biroz qo'rqib ketgandek bo'ldi. Mana shu zarbasidan keyin mana takroran vaziyatni namoyish etib berishmoqda rejissyorlar. Rostdan ham dastlab ustunga to'p tegib, keyin darvoza to'ridan joy olyapti. Abrayevning o'zi ham bir lahzaga bo'lsin ikkilanib qoldi. Golmi, gol emasmi deb. 1-0 Lokomotiv oldinga chiqib olyapti. Xorazm o'z maydonida tabiiyki mag'lub bo'lishni istamaydi. Bunday startni kutmagan va katta ehtimol bilan hozir katta kuch bilan oldinga o'tishni boshlaydi jamoa. O'zi yomon boshlamagandi Xorazm. Xorazm hozir 25-golni o'tkazib yubordi. Qarang, mana shu o'yinga qadar ikki jamoaning o'tkazib borgan gollari teng edi. To'p qo'lga tegdi deya e'tiroz bildiryapti o'rganishliklar va jarima zarbasi. Jarima zarbasi belgilanyapti Lokomotiv darvozasi tomon. Endi Muhammadiyevning qo'liga to'p tegibdi. To'g'ridan to'g'ri darvozaga zarba yo'llanishi ham mumkin hozir. Juda hakam ruxsat berdi, ichkariga uzatma, zarba va gol! Hisob tenglashyapti. Xorazm uzoq kuttirmadi. 1-1. Aynan ikkinchi qavatda gol kirityapti xorazmliklar. Gol muallifi Sunnatulloh Hamidjonovmi? Hozir aniqlashtiramiz. Hamidjonov bu qadar bo'ydor bo'lmasa ham Sunnatulloh Hamidjonov vaziyatdan unumli foydalanib ketdi. To'g'ri pozitsiya tanlagani ma'lum bo'lyapti va bu epizodda Lokomotiv himoyachilari qotib qolishdi. Lokomotiv himoyachilari raqibni bo'sh qoldirishdi. 1-1. Yorbek Ortiqboyev biroz qolgan ekan, hozir jamoadoshiga xalaqit qilib qo'yishiga yaxshi hamki ulgurmagan. Shu sababli ham mana shu golning yuzaga kelishida qaysidir ma'noda sababchi ham bo'ldi u ham. Outdan to'pni o'yinga kiritib berdi poytaxt jamoasi vakillari. Lokoning navbatdagi hujumi, hujum chizig'i tomon uzatma, Shodiyor Shodiboyev xavfli vaziyat, zarba. Darvozabon to'pni egallab oldi. Og'riq bor shekilli Umidjon Ergashev. Qarang, biroz oqsab harakat qilayotgandek tuyuldi boyagi epizodda. Stadionning sloveniyalik futbolchi to'p nazorati borasida ham mana qarang 48-52. Aytdim, juda ko'p jihatdan teng o'yin ko'ryapmiz. Sardor Azimov jarima maydonchasiga yaqinlashyapti. Azimov ichkariga uzatma. Zarba beradigan futbolchi bormi? Zarba! Darvozabon to'pni qaytardi. Shevchenkodan seyv. Muhammadiyev jarohat olyapti. Muhammadiyev ekan xatoga yo'l qo'ygan futbolchi o'sha jarima maydonchasi ichida anchagina bemalol harakat qilgan edi. Bu jazolanishi ham mumkinligini shu vaziyatda qayta ko'rishimiz mumkin. Kutib qoldi to'pni. To'pni kutib qoldi Shuhrat Muhammadiyev. Menimcha juda tirsak zarbasiga o'xshamadi. Ko'raylik. Chap qanot Sunnatulloh Poyonov. Quvonchbek Abrayev bor bu yerda. Abrayev unga qarshi Sunnatulloh Hamidjonov. Poyonovga to'pni yetkazdi. Chiroyli kombinatsiya. Zarba! Yana bir imkoniyat. Keling, Navro'z yana bir bor tarkiblarni eslatib o'tamiz. Avval esa mana bu hujumni kuzatib olamiz. Lokomotivda yaxshi imkoniyatga kelishi mumkin. Xavfli vaziyat. Chaproqda variant bor, uzatma amalga oshirildi. Zarba ham bor va xavfli chiqdi, ammo
burchak zarbasidan to'pni o'yinga kiritadi. Mana shu epizodni kuzatib olamiz. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat. Davom etadi hujum. Zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Keyingi zarba. Imkoniyat, yana bir zarba, darvozabondan super seyv va to'p darvoza to'siniga tegib, oxir oqibat to'rdan joy olyapti. Biroz avvalroq zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi Suhrob Nurullayev gol kiritmoqda. 2-1 Lokomotiv ikkinchi taymni mana shunday boshlamoqda, shiddatli boshlayapti va tezkor gol kiritib olmoqda. Mana takroran vaziyat namoyish etib beriladi. Ketma-ket zarbalar. Umidjon Ergashev bir nechasini qaytardi. Mana birinchisi, bu ikkinchisi himoyachi zarba yo'nalishini yopdi. Keyin yana Ergashev zarbani qaytargandi, ammo to'pga birinchi bo'lib Suhrob Nurullayev yetib keldi. Ana endi Xorazm tarkibiga e'tiborimizni qaratsak bo'laveradi. Darvozabon Umidjon Ergashev 77, himoya markazi 15 Diyorbek Ortiqboyev, 25 Matiya Rum. Qanot himoyachilar Azbek Pirmuhammedov 55, chap qanot 22 Sunnatulloh Hamidjonov, o'ng qanot. Markaz Rafael Sabino 96, 13 Elzio Lohan 34, Suhrob Izzatov. Standart vaziyat, Xorazmda imkoniyat. To'g'ridan to'g'ri ichkariga uzatma ekan, darvozabon Nikita Shevchenko to'pni urib yuboryapti. Xorazm hujumga ikkinchi temp berishga harakat qilib ko'radi. Sardor Azimovga uzatma amalga oshirilganda o'xshamadi. Endi esa Lokomotivning qarshi hujumini ko'rishimiz mumkin. Oldingisi variantlar bor. Aynan mana shu qanotga uzatma amalga oshirildi. Chap qanot orqali hujum tashkil etiladi. Zarba! To'pni saqlab qoldi Lokomotiv o'zida. Hujum boshlamoqda poytaxtliklar. Muhammadiev zo'r uzatma, xavfli vaziyat, zarba, darvozabondan seyv. Oyoqlari orasidan darvozabonning o'ng burchagini ishg'ol qilishga harakat qilib ko'rdi. Bu oldingi epizod. Ichkarida Tavarishning o'zi ochiq, xavfli vaziyat. Ichkariga uzatma Rafael tomonmidi? Yo'q, himoyachilar uzoqlashtirdi. Keyingi zarba o'xshamadi. Muhammadali Reymov maydondan olinyapti. Uning o'rnida Jasurbek Yaxshiboyev o'ynaydi. Yaxshiboyev 99-raqamda harakat qiladi. Va uning o'ziga to'p yetib keldi. Chap qanotdan jarima maydonchasi ichiga kirib keldi. Zarba yo'llashi ham mumkin. Zarba va 3-golni kiritib olsa ancha xotirjam o'yin o'tkazishi mumkin. Yakun ancha xotirjam bo'lishi mumkin. Aks holda oson kechmaydi. Jasurbek Yaxshiboyev chiroyli o'ynadi. Yaxshiboyev zarba. To'p darvozaga aniq bormadi. Lokomotivning navbatdagi hujumi. Jasurbek Yaxshiboyev zarba va gol! Juda ham chiroyli ijro. Jasurbek Yaxshiboyev hisobni 3-1 ko'rinishiga keltiryapti. Chap oyoqda kuchli va aniq zarbani ijro etdi Yaxshiboyev va Lokomotiv yakuniy daqiqalarni xotirjamroq o'tkazadigan bo'lyapti. Darvozabon tashlandi. Umidjon Ergashev biroq bu zarbani qaytara olmadi. Zaxiradan o'yinga qo'shilganidan keyin Jasurbek Yaxshiboyev o'ng qanotda harakat qildi. Hozirgi vaziyatda esa biroz markaziga siljidi. To'pni qabul qilib oldi. Suhrob Izzatovni aldab o'tdi va chap oyoqdagi kuchli zarbasi hisobni yanada o'zi uchun, jamoasi uchun qulayroq qilib oldi Jasurbek Yaxshiboyev. Xorazm hanuz hujumni davom ettiryapti. O'tkazib yubordi Ulug'bek Hoshimov. Uzatma. Ravshan Abduvohidov o'yinni yakunlab beryapti. O'zbekiston Superligasi 18-turdan o'rin olgan Xorazm Lokomotiv uchrashuvida toshkentliklar 3-1 hisobda g'alabaga erishdi. Jasurbek Yaxshiboyev gollardan birini urdi. Aynan muhim pallada u gol kiritdi. Xorazm esa harakat qildi, biroq bugun omad Lokomotiv tomonda bo'ldi.